Bachokni ko'piryapti. Hozir vizovga keldik. Vizov keldi, galovka proklatga almashyapti. Galovka proklatga ham zaglushkalar almashadi. Galovkani yechyapmiz. Mana vizib bo'lsa ham kelib, ko'chada vizib qilib beraveramiz. Mana ko'chada turibdi mashinamiz. Mana motor xadovoylarni mana vizibga ham kelib qilib beraveramiz hozir. Mana zaglushka bo'lib yuborgan. Shularga Ko'pirib bachokka o'tib ketgan. mana hozir bularni ochib endi hammasini tuzatamiz. Ish joyini qo'yib ketamiz hozir. Galovka proklatga quyib yopishib qo'ygan, qizdirib qo'ygan. Shilinyapti, vizovdamiz hozir. Vizovga kelib ham qilib beraveramiz. Mana hozir ichlarini ham tozalab oldik. Mana endi hozir prokladkani qo'yib qotirishni boshlaymiz. Holatlari. Prokladkani chetdan zang suv urgani uchun zanglab Suv kanal chirib ketgan mana bu yerda. O'tgan safar ham olgan edi bu. Hozir yana suvda yurgan hisobiga chirigan mana. yana kengayib ketib qolibdi, katta bo'lib. O'shanga suv o'tgan. O'shanga boshqatdan qilib berdik. Hozir egalarni mablag'i yo'qligi uchun buni qildirmay turibmiz. To'kirga borib, o'zini prokladkani qo'yib qilib berib turamiz. Keyinchalik mabodo o'tkazorsa, o'sha qildiriladi. Ishimiz davom etamiz. Raspidval salniklar ham almashdi. O'sha yig'voryapmiz mana. Raspidval salnik ham oqizgan ekan. O'sha yig'ilyapti. Endi nima bilan almashtiramiz? Mana ham chirib ketibdi. Suv yuradigan joyi, buni ham almashtirib yuboriladi. O'sha yig'ilyapti. Hozir mana ozgina qoldi. prokladkalarni qo'yib Yig'ilyapti. yig'ilyapti o'sha. Mana holati. Yig'gandan keyin erta video qilib qo'yib boramiz. Mana bitta mashina. Mana mashinamiz bitdi. Tayyor. Prokladkani qo'yib, ustini yig'ib, chirog'i yig'ib berdik. Endi hozir suv qo'yib, zavod qilib tekshirib, moylarni qo'yib beramiz hozir. Mana ishimiz bitdi. Hammasini joy-joyiga qo'yib qotirib qo'ydik mana. İşimiz tayyor. Mana mashinamiz bitdi. Zavodga ham tekshirib berdik hozir. Bir xil ishlayapti motorlarimiz hozir. İşimiz chiroyli ishlaydi, endi egalarga topshiramiz mashinani. Mana holat.